Yoshingda men juvachga chaynab chupa-chupsim yuradi. Abu Samadov akamiz. Aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Qalay uka? Shohjahon zo'rmi? Ha, Yevropa ketishlarga hissamiz qo'shdik. Dadajonim, men Bobur tog'a. Ha, Abush aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Hop, biza rahmat G'ijduvonda biza ukam bilan birgalikda mana. Hop. Shohjahon, kichkina bloger ukamiz. Uka omadingni bersin. G'ijduvon diska degan akkauntni mana akamizni o'g'ilchalari yuritibdi. Uka gazini bosib tur. Bu ukani ham poddesh qilib bitta layklarni qizartirib qo'yinglar. G'ijduvonda, umuman Buxoroda diska kerak bo'lsa, mana shu profildan topsangizlar bo'ladi. Uka omad, madrasa yo'nkalar bo'lsa seni chaqiramiz, qaymi? Malaz. Necha yoshsan? 10. Nechinchi sinfsan? 3-sinf. 3-sinf bacha Instagram yuritib bo'libdi. Uka sen malades, omad. Ko'rsataman sizga. Gap yo'q, G'ijduvonda, ha? Ichkariga kiring, joyini ko'rsataman. Bo'ldi, tamom. Asr chashlikka olib keldilar. Asl shashlikni, asl muzeyini ko'rasiz. Bo'ldi. G'ijduvon muzeyi. Gap yo'q, Xudo xohlasa. Baraka top aka, rahmat. Xizmat qilgan shashlik pishirib bergan bobolari. Mana. Mana. Ha, Instagramda ko'rdim men bu joyni. Instagramda ko'rdim. Bye. Rahmat aka. Abdushi. Tarixga yozib ko'rdingmi? Zo'r ekan, ha? Ha. Mana ikkinchi marta kelaman bu yerga. Hozir Amir Olimxonga adashmasam shashlik pishirib bergan nima deydi, sulola. Ha. Shu sulolani davomchilari joyi bor ekan, shu joyga kelganmiz. G'ijduvonni. Shu ham unaqani yonida. Xo'jayjahon. Xo'jayjahon yonida. Endi asta yoshligingizda ishlaysiz. Bu bilan bayttamon bo'lmagan. Zo'r. Ay bu memleket, sen karo